Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi videomizda Honor X9D smartfoni bilan Irodani smartfonini solishtirib ko'ramiz. Redmi Note 15 Pro ni. Tak, mani smartfonimning kuchli tomonlari akkumulyatori 8300 mAh. Bu degani 3-4 kun bemalol zaryadga yetadi. Redmi Note 15 Pro da esa akkumulyatori 6500 mAh. Bu degani 1,5 kunga bemalol chidab beradi degani. Hozir buni ochib birgalikda obzorini qilamiz. Tak. Smartfonimizdan o'zi Birinchi bo'lib chexoli chiqdi. Xo'p. Silikon chexol ekan. Juda ham bir sifatli chexol. Tak, zaryadkamiz 66 vattda zaryadlanadi. Telefonimiz bu degani akkumulyatorimiz juda ham katta degani. Smartfonimiz o'zi. Va busiz menimcha bo'lmasdi ham. Xo'p, Redmi Note 15 Pro smartfonimizning kamerasi 200 megapiksel ekan. Bu degani har bir olgan suratlaringiz va videolaringiz juda ham bir sifatli bo'lib chiqadi degani. Qani chexol yarashdi? Dahshat. Tak. Adapteri 45 watt. 45 watt deyiladi, to'g'rimi? To'g'rimi? Watt to'g'rimi? Tak, bu smartfonimizda chang va suvlardan himoyalangan IP69 standartiga ega. Kameramiz 108 megapikselda suratga ola oladi. Smartfonlarimizni endi birgalikda yoqib ko'ramiz. Tayyormisiz? 1, 2, 3. Meniki birinchi yonsa-yu. Tak, meniki тоже загрузка ketdi. Qani bitta ko'rsin. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentarda yozib qoldiringlar, qaysi biri tezroq yonadi. Honorchilar shotdamisizlar? Redmichilar. Navratli Redmichilar bu yerda. Honorchilar ko'proq lekin. Redmichilar har doim ko'p bo'ladi. Qarang, rangi ham boshqacha ishlangan-da, takoy. Ana, o'shaganingizda уже boshqacha vibe berib turadi-da. Sizda nima? Menda zato standartni. Standart. Menda yoqildi уже. Menda ham yoqildi. Menda birinchi yoqildi. Balki menda birinchiroq yoqilgandi. Yo'q, menda birinchi yoqildi, chunki men sizni ekraningizni ko'rdim, o'zimga qaradim. Ko'rsanglar bo'ladi, ekranimizda dyumin juda ham katta. Bu degani serial, kinolarni bemalol smartfonimizda ko'rsanglar bo'ladi, 4K formatda bemalol ko'taradi. Qotmasdan ishlaydi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Menikida ham ko'rsanglar bo'ladi. Ekranimizda 120 Hz yangilanishida ishlaydi. Ekranimizda amaliyot. Bu smartfonimizga juda ham kuchli degani. Xo'p, kamerasiga o'tadigan bo'lsak, kameramizni ko'rsanglar bo'ladi, yaqinlashtirib beraman. Montajda. Tak. Videoda 4K 30 FPS da ola oladi. Meniki 60 gacha bo'lar ekan. Nechigacha? 60. Yo'q, sizda 1080 turibdi. 4K da olmaydi sizniki. Olsachi. Olmaydi. Olmasak. Honorchilar, bari ham honorchilar anaqa yutadi. Lekin Ultra HD bor ekan menda. Ultra HD qanaqa? Ultra HD bir rasmni oladi. Men videoni aytaman. O'shib ketsaga shu. Qaranglar. 37% bilan 33 soat va 18 minutga yetadi. 37%imizni o'ylaysizlarmi? Bu degani 1,5 kunga bemalol yetadi degani. 30%. Menimcha juda ham bularni yutug'i deb o'ylayman. Mana, ishonmayapsizmi? Bizaniki 33% bilan 11 soat 17 minutga yetar ekan. Endi hozir mana kolonkalarni va ekranini tekshirib ko'ramiz. Wow! Kolonkasi bu yerda ikkita kolonka ishlayotgan bitta vaqtda. Sakkizda effektini beradi. Lekin tan oling, nerealni men Honor'i kolonkasi zo'r ekan. Tan oldim buni Lekin men xuddi nima dedi? Shu joyga o'ziga tushib qolganday. Gapirmay. Olib kirib ketdi o'sha joyga. Vashi maza qolmay. Endi sizda qanaqa men Redmi'larni yomonlamayman-ku, lekin imенно buni kolonkasi zo'r ishlashgan ekan lekin. Gap bo'lishi mumkin emas. Mazigini ko'ring. Ham qarang. Voyo. Shotgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Narxiga aniq arziydigan smartfon. Ikkalasi ham. Bunga qo'shilaman. Agar budjetning narxiga arziydigan smartfon qidirayotgan bo'lsanglar, men sizlarga mana shu ikkalasi ideal variant. Bu smartfonni yaxshi tomonlari, bu smartfon juda ham himoyalangan. Bu bilan yong'oq chaqsanglar ham bo'ladi,
Xohlasanglar mix qoqsanglar ham bo'ladi. Issiq suvga otib yuborsangiz ham bo'ladi. Bu narxiga rostdan ham arziydigan telefon ekan. Nimaga? Chunki hozir men kolonkasini eshitib maza qilib qoldim. iPhone'dan xijolatli ekan. Da, shu gapga qo'shilaman. Agar sizlarga shunaqa smartfon kerak bo'ladigan bo'lsa, nima qilish kerak? Openshow.uz saytiga o'tib, ko'rib olsangiz bo'ladi bemalol, narxlar bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi o'sha yerda. Xayr, ko'rishguncha.